Nima deysizlar, nima deysizlar? Shunchaki dahshat tarkib. Просто wow. Sizlarga va'da qilinganidek, eFootballda AC Milanni afsonaviy tarkibini hozir sizlarga tuzib ko'rsataman. Bundan zo'rini menimcha ko'rmasanglar kerak. Boshladi. Bizda o'yindagi reyting baland o'yinchi Zlatan Ibrahimovich boshlab beradi. Navbatdagi o'yinchi bizda Franco Baresi 1.8, Frank Rijkaard yarim himoyaga, Marco Van Basten Zlatanning sherigiga. Navbatdagi o'yinchi bizda Rod Hullet. Keyingisi Shevchenko bu zaminga o'tib turadi. Navbatdagi o'yinchi Alessandro Nesta, shubhasiz o'yindagi eng yaxshisi. Cafu o'ng qanotga, Abbiati yo'q, bu Gattuso ekan. Gattuso, mana Abbiati bu zaminga. Navbatdagi o'yinchi bizda Rui Costa 1.5 wow. Dida mana asosiy darvozabonimiz Milan afsonasi Dida bo'ladi. Navbatdagi o'yinchi bizda Rafael Leao'ning big time kartasi. Keyingisi kim? Paolo Maldini, Milan tarixidagi eng yaxshi futbolchi. Va bizda Pirlo, yana kim qolib ketyapti? Ambrosini qolib ketyapti, zaminga o'tadi. Demetrio Albertini zaminga, Clarence Seedorf zaminga, hop, Massimo Oddo zaminga. Yana Shevchenko bor, bizda Costa Curta, yana bitta o'yinchi, kim? Kaka qolib ketibdi mana. Kaka bek qo'yamiz. Wow. Просто super.